Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Kanalda yangimisizlar, obuna bo'lib, like tugmachasini bosdik. Xudo xohlasa. Ko'rib turibsizlar do'stlar, suvda qanday mazza chiqib turganini. Xuddi mana shu liniya bo'ylab ketyapti mana. Bu yerda ham bitta chiqib turibdi va oxirida ham ko'rib turibsizlar, turbadan mana chiqib turibdi oxirida ham. Mana endi do'st, keyingi ishimiz Farg'ona viloyati, ya'ni O'zbekiston tumani, Yaypan deyiladi. Xuddi o'sha joydamiz. 480 metr. Shunaqa 480 metrga qo'yganmiz. 12,5 kW yozib turibdi. Suv chiqishini ham ko'rsatamiz. Polietillenlarimiz 100 lik turbada kelyapti. Hop, bu 0.6 stenkasini 55 mingdan 50 mingdan olishgan. Seriosi boshqa, qandaydir yashil seriodan ekan. Hop, bu tomonga keladigan bo'lsa, nasoslarimizni olib kelib o'rnatganmiz, shitlarimizni ham olib kelib o'rnatdik. Adapter, flyans, отвод kabellarigacha hamma narsasini qilib, qo'ldan kelgancha chiroyli qilib berdik. Suv chiqishini ham mana video davomida, videoni boshida ko'rdilar. Xuddi o'sha narsani ko'rsatib va masofasini ham ko'rsatib boramiz. Kanalga yangimisizlar obuna bo'lib, fermer akalarga parallel saqib jo'natib qo'ysizlar. Bu yerda 110 kW o'rniga biz 12 kW qilib berdik. Oradagi razницani ko'rib turibsizlar, 98 kW. Ya'ni 110 kW nasos turgan joyga 12 kW bilan qo'yib berdik do'stlar. Qolganini video davomida ko'rib boramiz. Ketdik mana. Endi do'stlar, xo'p, nima deydi? Liniyasini aytadigan bo'lsak, shu aytib o'tdim. Turbalarni aytib o'tdim, narx-navosini qisqa video qilamiz. Oshchasi kerak emas. Hozir nasos uстановка bo'lgan joylarni ham ko'rsatamiz. Bo'lsa video normalni o'ziga yarasha bir ariq suvni to'ldirib, orqaga qaytarib oqib kelyapti. Buni endi hozir nasos uстановка bo'lgan joylarni ham qo'yamiz. Ha, yurib o'tamiz aka, bunaqadan o'taverib. Ha. İşimiz shu, mana shu turban 100 lik tutsa ham ketaveramiz aka. Cho'p. Hop. Mana do'stlar, suvimizni ham ko'rib turibsizlar. Suvimizni ham loyiqa suvga uстановка qilganmiz. Pastda turibdi, o'sha kabellargacha o'rab, zakonni qilib o'rnatib berganmiz. Suv tiniq emas, kirchatkasi bo'lmaydi bu degan akalar uchun kirchatkalar sotuvda bor o'zimizda. Qoqib beramiz cho'tki qilib. Uстановкasini ko'rasizlar. Endi shitni ham bir ko'rsatib o'tamiz. Toklarni, amperlarni hammasini ko'rsatib o'tamiz. Cho'zilib ketdi o'zi. Aytali kabellarda qizish yo'qmi? Zakonnimi? O'ta zo'rmi? Qani? Katta usta. Avtoriskiy berib qo'ying, qo'shib aytyaptilar. O'chir? O'chirdi. Do'stlar, mana ko'rib turibsizlar, shitimizni shu yerga qo'ydik. Sababi buni boshqatdan uстановка qilinadi. Mana tokimiz ham 207, 208 bo'lib turibdi. Xuddi mana shu holatda uстановкасini qilib, faz dashtalari yonida turibdi, ko'rsizlar, do'stlar. Faz dashtalargacha qo'yib berganmiz. Mana shu holatda uстановкасini qilib berganmiz. Kimga shunday xizmatlar keraksa, ofisiyonda nomerlar bor, bemalol murojaat qilaverasizlar. Hammaga rahmat, bizni uzoqlashmaysizlar. Bosamiz jigarlar. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling.